Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga ko'ra xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan yo'l-patrul xizmati inspektori Hosilbek Eshnazarov Jasorat medali bilan mukofotlandi. Hosilbek Eshnazarov ichki ishlar organlarida ko'p yillar davomida sidqidildan xizmat qilib kelgan, o'z kasbiga sadoqatli, mas'uliyatli va fidoyi xodim sifatida tanilgan edi. U jamoat xavfsizligini ta'minlash, yo'l harakati qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish hamda fuqarolar tinchligi va osoyishtaligini saqlash borasida faol ishtirok etgan. Xizmat vazifasini bajarish jarayonida yuz bergan yo'l-transport hodisasi oqibatida u halok bo'ldi. O'z kasbiga bo'lgan sadoqati, xizmat burchini bajarishda ko'rsatgan jasorati va mardligi yuksak baholanib, marhum davlat mukofoti Jasorat medali bilan taqdirlandi. Mazkur mukofot Hosilbek Eshnazarovning ichki ishlar organlaridagi fidokorona mehnati, yurt tinchligi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash yo'lida ko'rsatgan xizmatlari e'tirofi sifatida topshirildi. Hamkasblari uning kasbiy mahorati, halolligi va insoniy fazilatlarini alohida ta'kidlamoqda. U o'z vazifasini sharaf bilan ado etgan, kasbiga sodiq xodim sifatida yodda qoladi. Hosilbek Eshnazarovning yorqin xotirasi yaqinlari, safdoshlari hamda keng jamoatchilik qalbida mangu saqlanib qoladi. E'tiboringiz uchun rahmat.